1 kvadrat metr uchun 8 million 700 ming so'mdan baholanayotgan ushbu kvartiramiz 3 xonalik 75 metr kvadratdan iborat tayyor remontdan chiqqan xonadonimizni hozir sizga obzorni to'liq ko'rsatamiz. Oxirida esa sizga manzilni ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Kelib kelish prixoshkamiz bo'ladi. Eshigimiz shu tarafdan. Kirib kelishimizda birinchi xonamizni ko'ramiz. Marhamat. Bu yerni yotoqxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Albatta balkoni ham bor, ko'rishingiz mumkin. Radiatorlar qo'yilgan. Ushbu xonadonimizda gaz yo'q, lekin elektronik kotel barchasi qo'yib beriladi tayyor holatda. Keyingi xonamizni ko'ramiz. Bu yerda mehmonxona ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Balkonni ham bitta chiqib atmosferani ko'rsating. Chust shahrining markazida bo'ladi. Chust Central loyihasi ko'pchilik biladi. Atmosferaga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Yo'lda keyingi xonamizni ko'ramiz. Xo'p, koridorimizga ham radiator o'rnatib ketilgan. Bu esa bolalar yotoqxonasi qilib qo'yishingiz mumkin. Barcha xonamiz aboy bilan remont qilingan, chiroyli qilib, skromniy remont tarzida chiqarilgan va oxirgisi oshxonamiz. Bu yerda hojatxona va dush alohida bo'ladi, ko'rsatishingiz mumkin. Hojatxonamiz, bunisi esa dushimiz, to'liq kafel bilan jihozlangan. Bunisi esa oshxonamiz. Shinamgina va chiroyli, stenkasi lekin juda ham chiroyli ekan, skromniy. Elektronik pechkalarimiz qo'yilgan, elektronik kartonlarimiz qo'yib beriladi, tayyor holatda sizga topshiriladi. Ushbu xonadonimizni siz har 1 kvadrat metr uchun 8 million 700 ming so'mdan to'lab turib olishingiz mumkin. Yaxshiligi, subsidiyaga ham, ipotekaga ham narx ko'rish ham xarid qilishingiz mumkin. Juda ham zo'r xonadonimiz. Atmosfera juda ham bomba, yangi remontdan chiqqan. Endi sizlarga hozir manzilni ko'rsatamiz. Bu kvartiramiz manzili shahar markazida bo'ladi. Avtokasidan tushib kelishda o'ng qo'yda joylashgan yangi qurilgan novostroykamizda bo'ladi. Pastda egalari raqamlari turibdi. Bemalol telefon qilib qolgan barcha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Tezda shoshilamiz, sababi subsidiyaga berilmoqda. Subsidiyasi borlar bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Juda ham zo'r narxda berilmoqda, tayyor sharoitlar bilan tezda aloqaga chiqamiz.